yoshligimizda aniq urib qo'yishga ko'zimiz yetsa ham 1 yosh kattani xo'p aka deganmiz. Bo'ldi, qo'yanga keting deganmiz. Keting chetdan deganmiz. Tapillab tepib tashlamaganmiz. Hozirchi men yo'llarda ko'raman, hali qonnidek axlat qatimagan bola u 40 yoshga sakrayapti. Sen o'ylasan 18-20 yoshsan, u 50 ga boryapti. Конечно bu sen baquvvatsan. deb o'ylang, dadasi tengiga sakrayapti. Bu nima bu? Dadasi tengi odamni hurmat qilmayapti. Bu yaxshi emas bolalar. Chunki bu erta o'tindinga yomonlikni olib keladi. Sabab tasavvur mana sizni dadangizga siz Qur'on bola sakrab qo'ydi. Topasiz qayerdandir. Oqtar yurib topasiz. Bu tubi tagi yomonlik kelib chiqaveradi. Chunki sizlar o'zlaringizda 1 yosh kattami? Buni nimaga hurmat qilinadi? Sabab siz bilan mendan 1 yil oldin Xudoni taniganda, 1 yosh kishiga nimaga uni izzat qilinadi? Siz bilan mendan 1 yil kam gunoh qilganda u shu yerda bu.